Salom do'stlar, sizlar bilan hozir Dikanzo. Bugun biz yangi videoga xush kelibsiz. Bugun biz yangi videoni olamiz. Bolalar, yangi qishloq topdim. Qishloq gullarni yashnab gulishiga qaranglar. Gulishiga. Bolalar, nima har doim server karta ochganimda menga qishloq keladi. Bularni tez olish kerak. Bo'lmasa qishloq yo'llar qo'sh deyapman. Olib ketishibdi. Hech nima qo'yani. Nashna oliy birinchi tez bo'lmasa uxlatib ketishadi qishloqlar. Bolalar, asosiy maqsadimiz shunchaki yashab qolish. Agar biz umuman o'lmasdan 10 kun yashab qolsak, biz yutgan hisoblanamiz. Bolalar, kommentariyaga kirib hozir yozing. Keyingi videoda qanaqa shart bajarishimni, nimalar qilishimni sizlar kommentariyaga yozasizlar. Agar menga yoqsa, men keyingi videoda o'sha videoni chiqaraman. Kommentariyaga izohingizni yozib qoldiring. Biz endi shaxtaga borishimiz kerak. Lekin bu qishloqda yashaydi, bizda ham o'rgan. Biz kuchga keçimiz kerak birinchi o'rinda. Bo'lmasa himoya qilib bo'lmaydi, yana o'lib qolamiz. 10 kun yashay olmaymiz. Video davomida nimalar bo'lib o'tadi? Bu yerda shaxta bordi yoki men shunchaga adashib tushib qoldimmi? Qarashim ham ko'raman. Verstakanni olaman va boshqa joyga yotaman. Men ishga qo'yaman-da, endi pastga qizim. Mana normalnisi chiqdi-ku. Bolalar, biza ikkita pechka yashasa 18 ta tosh kerak bo'ladi. Lekin bizaga o'zimizga resurslar yasashimiz uchun ham 10 ta tosh kerak bo'ladi. Jami bizaga 30 ta. Lekin biz 30 ta toshni qanaqa qilib yasaymiz? Shunisiga hayronman bolalar. Yana biza kravat yasashimiz kerak. Ungacha tun bo'lib ketadi. Tun bo'lgandan keyin zombi keladi va o'ldirib ketadi. Yaxshi 30 ta qazmaganim ma'qulmi deb ko'rdim. 26 tami bo'ldi. 2 ta qoldi. Ana bo'ldi 30 ta. Uni hech bir qiyin joyi yo'q. Taxtali kirgan tashlavoramiz. Nima tashlavording? Taxtali kirgan tashlavoramiz. Bo'ldi. Qutuli taxtali kirgan. Yangi toshli kirga yasab olamiz. Bolalar ketdik. Endi ozgina daraxt chopsak bo'ladi. Ozgina daraxt chopib olsak, to'g'ri nechta daraxt bo'ldi? 7 ta. Men shu daraxtni chopib olsam bo'ldi. Bo'ldi.
Bolalar kommentariyaga kiring va tez yozib qoldiring. Men uyimni hozir bu videoni oxirida ayta qolay yaxshisi. Shu meni uyim bo'lsa-mikin vaqtinchalik yashab tura qolay. Vaqtinchalikka. Undan keyin o'zimga yangi uy quraman. Ikkita pechka yasadim. Bo'ldi. Endi bizaga versatga kiramiz va non yasaymiz. Ovqat masalasi hal. Sandiq kerak. Uyga yana bir marta kirsa urib o'ldiraman. Ishonch hozir. Kirishli. Mana ish yoqmaydi. Ne нормально turibdi. Mana нормально turibdi. Endi bu videoni sog'lom chiqmaysa ishon. O'g'ri. Qatdan kirishdi bular. Shot dedimi? Bitta sandiqga narsalar, ortiqcha narsalarimizni solib qo'yamiz. Ozgincha daraxt solib qo'yamiz. Endi biza nima qilishimiz kerak? Qo'y kerak bizga joy narsada. Uni esa qo'ydan olamiz. Qo'yni qayerdan olamiz? Minecraftdan olamiz. Minecraftni qayerdan olamiz? Minecraftni qayerdan olardi savol? Google'dan. To'g'riga tushib ko'ramiz. Birinchi o'rinda bizga fakkel kerak. Fakkelni qayerdadir ko'rganman shu. Ana. Lekin bizga u kerak emas. Qishlog'imizni yoritib turibdi u. Qo'ch. Mana tayyor fakkel turibdi. Ko'mir olib yasashni ne hojati bor? Yumamda ham bor ekan. Buni nimaga qazyapman deb o'ylaysizlar? Hozir videoni ko'raveringlar, oxirida ko'rsa. Bizga kaktus kerak. Narzonda tiqilib yotibdi-ku kaktus. Bolalar aytib o'taman. Qumni o'rab chiqaman, uyimni osti bilan o'rab chiqib kaktuslarni qo'yaman. Bitta maxluqni hujum qila olmaydi. Qilsa ham joni ketadi va o'ladi. Bolalar aqlni ishlatish kerak. Yigirmata yetib qolsa kerak, shaxtaga tushamiz. Fakkelimni ber. Fakkelim qani? Qatiy qoldi. Короче, tepaga chiqaman. Va men buni qaziymiz. Bizga ko'mir kerak bo'ladi, pechka yoqamiz. Bolalar, kanalga obuna bo'ling va like bosing.
Bu sizlarga qiyin emas, bu bizlar uchun bu yoqimli va yangi video ishlab chiqishimizga yordam beradi. 20 ta qum kerak bizga. Tun bo'lyapti. Ko'p nima? Bizga qo'y kerak edi. Qo'yni hech qayerdan topganman. Menimcha ortib ham qolsa kerak. 20 bitta olurdi. Ana zombilar yo'q. Tun bo'ldi, zombi bo'ldi. Uyga kirish kerak, bo'lmasa zombi o'ldiradi. Quyosh botishini tomosha qilamiz. Eshikni buz qurmasa bo'ldi, shuni qo'yib qo'yamiz. Eshikni singisi ishon o'ldiraman. Nima kerak? Atrofini o'rab chiqaman. Eshikni buza oldiysan. Buzsang, ishon, sen nima qilishing xayolingga keltiramiz. To'xtab tur, hozir nima qilishimni ko'rasizlar. Ana jital maqsanga nima degandi? Ana jitalgacha hujum qilmayapsan, bor. Ama sen shu yerda qo'rqamaysan, qo'rqamasan. Sen jitalnisa hozir qo'yasan, baxti. Ish yo'q. Sen uyingga kirma. Uyingga ne qilyapsan? O'zing nima sotasan? Bitta jo'yasi. Bu qancha sotmaskan-ku? Qachon tong bo'lar ekan deb o'ylab chiqaman endi. Butni qaziymiz. Zombi kemasidan oldin. Suv var ekan bitta. Qaddaman. Hozir o'lib qolsam. Jon ketishni boshladi. Mana bitta ekan, mana tepaga chiq. Chiq tepaga. Bolalar, o'lib qoldim. Kechirasizlar. Hozirroq qo'ramda narsalarni olaman. Skelet ketibdi. Narsalarimni ber. Yevota ururim turibdi, demak mashq o'lganman, to'xta. Chiqishimga joy qilish kerak. Namuncha joy bo'ladimi o'tdi? Kapoldi kerakmi? Bolalar, video tugadi. Ikkinchi qismini boshqa kuni chiqaraman. Bo'pti, hammaga. Bo'pti, Qarochi kanaliga obuna bo'ling va like bosing. Hayır.